Va nihoyat biz marralarga yetib keldik. Bizni kanalni kuzatuvchilar, mana qarshingizda turgan ko'chatimiz Rebus 028. Shablonlarimiz nima deyapti? Tiniqligiga e'tibor beramiz. Mana akay, endi bizdagi bu videoni chiqarishdan maqsad bugungi sanamiz 2026-yil 9-iyun. Quyosh urib qo'ymasligi uchun biz aytib o'tamiz, yonog'i chiqib tashlading, unaqa o'rtasi ochiq qoldi, mevani kuydirib qo'yadi. Yo'q, mana meva kuygani yo'q. Mana sizga isboti. Biz hozir Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Yana sizga shu orasi ochilganda kuymaslikni isbotini isbotlagani shu videoni chiqaryapmiz. Bitta ko'chatimizda necha kilogramm hosil bor? Sizdan kommentariyada kutib qolamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Keyingi videolar bundanda qiziq bo'ladi. Biz qanot kaltak bilan doim aytib kelyapmiz, qanaqa ishlashlik, chiqazib qanotdan qanaqa sifatga meva olishlik. Mana e'tibor beramiz. Bitta tanadan necha kilogramm hosil bor. Endi tanadan qochirib xudo xolasa bu yilga qiladigan ishlarimiz mana. Kaltaklarimiz o'z o'rnida pishyapti. Dona ko'p bog'larda boryapmiz, bu kaltaklarni cho'p tashlashyapti. Hozirda ayni muhim vaziyat bizda juda ham yordam bergan holati o'rta ochiqligi, yorug'ligi. Mana bitta dona qoldirilgan xom kaltaklar. Endi meva tergandan keyin bularni olib tashlaymiz. Olganda ham kichkina kaltakchalari hosilxonaga qoladi. Bitta ko'chatimizda mana hali ham bu chopib tashlangani anchagina olingan holat. Har videomda aytib kelyapman, yarmidan yuqorisini chopib tashlab qanotga chiqazib olishlik yo'q, u narsa emas. Bizda liderni to'g'ri tanlay bilish va lider qanotlari bilan to'g'ri ishlashlik. Kalibrga kelamiz, kalibrlari nima deyapti? Mana bozorda o'rni juda kuchli. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, bizda qiziqarli yangiliklar keraksa, hammasi batafsil qo'yib kelinyapti. Faqat daraxtni tashqari qanotga chiqazib ishlatib olishlik. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Bundan-da kuchli yangi navlar, bundan-da kuchli sifatga ishlaydigan mevalarni shakllari bilan, asosan biz emas, daraxt gapirsin. Shakllari bilan sizga batafsil yoritib boramiz.